Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Muhammad alayhisalomdan keyingi eng afzal kishi bu ummatda. Payg'ambar bo'lmasdan oddiy yashagan insonlarning ichida, yer yuzida yashagan odam eng afzali Abu Bakr. Abu Bakr jannatga birinchi bo'lib kiradi dedi. Agar Allohdan boshqani do'st tutish mumkin bo'lganda Abu Bakrni men do'st tutardim dedi. Payg'ambarimiz hech qaysi sahobasini Abu Bakrchalik qadrlamagan. Ana shu Abu Bakr nima degan? Qaniydi musulmon bandani badanidagi bitta tuki bo'lsam der edi. Ya'ni odam bo'lish emas. Bir mo'min bandani, haqiqiy mo'min bandani badanidagi bitta tuki bo'lsam qaniydi deyapti. Yoki bo'lmasam qaniydi bir ko'kat bo'lib qolsam yerdagi hayvonlar yeb ketadigan. O'ylab ko'ringlar, bu ummatning siddiqi bo'lgan kishi, siddiq laqabini olgan kishi qo'rqqani shunchalikki ko'kat bo'lganida hisob kitob qilinmasdi demaydi.